Bismillahirrohmanirrohim. Mana xudo xohlasa 3 kun ichida tomni buzib, xarlarini ko'tarib, mana bu ertagalikka strablga tayyor qilib qo'ydik. Xudo xohlasa ertamanda salqinda strapillarni xudo xohlasa tugatib olsak, abrishotga shipr tashqi tomon konvert bo'ldi. Mana burilib yopiladigan bo'ldi. Iloji boricha eski yog'ochlarini ishlatdik. Umuman yaramaydiganlari qoldi xudo xohlasa. Shiprlarni ham monolari pashti butun. Bu yoq eski. Butunlarini ishlatamiz. Qolganiga yangi olib kelamiz. 3 kunda rezultat xudo xohlasa yaxshi.